Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Van Dijk. Bu muammoni hal qilishimiz shart. Liverpool himoyachisi Virgil van Dijk Burnleyga qarshi o'yindan keyin fikr bildirdi. Angliya chempionatining 22-turida Merseysideliklar raqibni mag'lub eta olmadi. 1-1. 60 daqiqadan keyin bee'tibor o'ynay boshladik. Bu birinchi marta emas. Bu muammoni albatta hal qilish kerak. Bu real holat va bizga qo'llab-quvvatlash zarur. Muxlislar tomonidan xushtaqbozlik bo'lishi menga yoqmadi, dedi Van Dijk. Ayni paytda Arne Slot jamoasi jadvalda 4-o'rinda. Hisobida 36 ochko bor. Chorshanba kuni Liverpool Chempionlar Ligasida Marseille'ga qarshi maydonga tushadi. Breaking. Akmal Mazgavoy O'zbekistonga qaytmoqda. Baniyas jamoasi safida to'p surayotgan Akmal Mazgavoy Superligaga qaytish arafasida. Ma'lum bo'lishicha, 26 yoshli yarim himoyachini Andijon yoki Paxtakor klublari ijara asosida o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Avvalroq futbolchi bilan Andijon klubi vakillari uchrashib o'tkazgani xabar qilingan edi. Ayni paytda Mazgavoy Sherlar va Burgutlar o'rtasida o'z tanlovini amalga oshirishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Akmalning BA klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027-yil yozigacha amal qiladi. U biroz oldin bo'lib o'tgan Baniyas Albatayeh uchrashuvida maydonga tushmadi. Vinicius Junior Realdan ketmoqchi. Real Madrid vingeri Vinicius Junior jamoani tark etishi mumkin. Braziliyalik futbolchining Qirollik klubidagi kelajagi so'roq ostida qolmoqda. Klub rahbariyati Vinini qo'llab-quvvatlamoqda. Murabbiy Alvaro Arbeloa ham undan ko'p narsalardan umid qilmoqda. Ammo futbolchining jamoadan ketish ehtimoli yuqori. Marca xabariga ko'ra, Realdagilar avvalgidek Viniciusning maosh bo'yicha talablarini qo'llab-quvvatlamayapti. Bundan tashqari futbolchining klub muxlislari bilan buzilgan munosabatlarni qayta tiklash imkoniyati yo'q deb hisoblanmoqda. Sababi uning xatti-harakatlari ularga yoqmayapti. Avvalroq futbolchining Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tish haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Ma'lumot uchun futbolchining Transfer Market portalidagi narxi 150 million yevroga baholangan. Rasman: Manchester City o'yinchisi Kataloniyaga ketdi. Manchester Cityga tegishli bo'lgan hujumkor futbolchi Claudio Echeverri qishki transferlar oynasida klubini o'zgartirdi. Manchesterliklar bilan do'stona munosabatga ega bo'lgan La Liga klubi Girona 20 yoshli argentinalik o'yinchini joriy mavsum oxiriga qadar ijaraga oldi. Kataloniya shahri sharafini himoya qilayotgan klub transferni rasmiy sayti orqali e'lon qildi. Aslida Echeverri Manchester City'ning asosiy tarkibiga kira olmagani bois, klub o'yin amaliyotini ta'minlash maqsadida uni mavsum boshida Bayerga ijaraga bergandi. Biroq Leverkusen klubida ham yosh o'yinchiga yetarli imkoniyat berilmadi. Bayerda jami 11 ta uchrashuvda maydonga tushgan Echeverri bitta golli pas muallifi bo'ldi xolos. Endi iqtidorli futbolchi Ispaniya chempionatida tajriba orttirishga harakat qiladi. Transfermarkt mutaxassislari Claudio Echeverrining bozor qiymatini 15 million yevro deb baholamoqda. Realdan ketgan Alonso nemis klubini boshqarishi mumkin. Frankfurtning Eintracht klubi Real va Bayer klublarining sobiq bosh murabbiyi Xabi Alonsoni o'z jamoasiga taklif qilmoqchi. Bu haqida Bild xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Eintracht sport direktori Markus Kresha ispaniyalik mutaxassis bilan uchrashib, uning nomzodini muhokama qilmoqchi. Ta'kidlanishicha, Alonso top klub taklifini kutish uchun bunday variantdan voz kechishi mumkin. Ispaniyalik mutaxassis 2022-2025-yillarda Bayerni boshqargan. Uning qo'l ostida Leverkusen jamoasi Germaniya chempioni bo'ldi. Mamlakat kubogi va Super kubogini qo'lga kiritdi. O'tgan yozda Alonso Real bosh murabbiyi lavozimiga tayinlangan, ammo 12-yanvar kuni klubni tark etgandi. Husanov bo'lmaganida sharmandali bo'lardi. Angliya futbolini yoritayotgan manbalar va jurnalistlar Angliya Premier Ligasining 22-turidan o'rin olgan Manchester shahri derbisini tahlil qilishda davom etmoqda. United va City
o'zaro 198-marotaba to'qnash kelgan bu galgi bahsda Michael Carrick shogirdlari yangi bosh murabbiy debyutini ashaddiy raqib ustidan 2-0 hisobidagi muhim g'alaba bilan bezab berdi. Uchrashuvni tahlil qilgan estimatecompany.com portali ekspertlari shu kuni City vakillaridan faqatgina darvozabon Gianluigi Donnarumma va markaziy himoyachi Abduqodir Husanov bor kuchini ishga solib o'ynaganini e'tirof etdi. Football Time YouTube kanali ushbu tahliliy ma'lumotlarni o'quvchilar e'tiboriga havola etishni ma'qul topdi. Manchester City kecha Old Trafford stadionida Manchester Unitedga qarshi derbida 0-2 hisobida noxush va irodasiz mag'lubiyatga uchradi. Bu natija Pep Guardiola bosh murabbiy bo'lib ishlayotgan davrda Cityning eng yomon o'yinlaridan biri bo'ldi. Uchrashuv boshidanoq City juda sust harakat qildi va Premier Ligadagi natijalari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek derbi maqomiga ega o'yinda og'ir mag'lubiyatni qabul qildi. O'yindan keyin City safida faqat 2 nafar futbolchi, Gianluigi Donnarumma va Abduqodir Husanov maqtovga loyiq deb topildi. Agar ular bo'lmaganida Manchester City 0-2 emas, balki yanada yirik va sharmandali hisobda yutqazgan bo'lardi. Butun o'yin davomida Donnarumma va Husanov jamoani o'yinda ushlab qolish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qildi. E'tiborli jihati shundaki, Manchester Cityning eng yaxshi 2 futbolchisi darvozabon va markaziy himoyachi bo'ldi. Gianluigi Donnarumma bir qator juda muhim sevlarni amalga oshirib, 65-daqiqagacha darvozasi daxlsizligini saqlab turdi. Aynan shu daqiqada Bryan Mbeumo hisobni ochdi. Italiyalik darvozabon City nega uni juda xohlagan holda tarkibiga qo'shib olganini yana bir bor isbotladi. U ko'p holatlarda jamoasini goldan qutqardi. Donnarumma o'tkazib yuborilgan gollar uchun aybdor emas. Agar jamoadoshlari yaxshiroq o'ynaganida, uning Abduqodir Husanov Old Traffordda bor kuchini ishga soldi. U bir necha bor juda muhim vaziyatlarda raqib hujumini va futbolchilarni to'sib qoldi. Ulardan to'pni olib qo'ydi. Uning tezligi va jismoniy kuch-quvvati butun o'yin davomida yaqqol ko'zga tashlanib turdi. Husanovning o'yini to'liq fidoyilikka asoslangan bo'lib, u nega Yevropadagi eng istiqbolli yosh markaziy himoyachilardan biri hisoblanishini yana bir bor namoyish etdi. Donnarumma kabi Husanov ham Old Traffordda sodir bo'lgan voqealar uchun aybdor emas. Agar 198-Manchester derbisida jamoadoshlari ham undan o'rnak olib harakat qilganida edi, hammasi boshqacha tugagan bo'lardi. Manchester City nuqtai nazaridan qaralganda derbidagi mag'lubiyatdan ijobiy jihatlarni topish qiyin, hatto deyarli mumkin emasdek tuyuldi. Hamma e'tibor qaratayotgan yagona ijobiy jihat bu Gianluigi Donnarumma va Abduqodir Husanovning yuqori darajadagi o'yinidir. Ikkalasi ham Old Traffordda bor kuchini ishga soldi, ammo jamoadoshlari ularga ergasha olmagani juda achinarli bo'ldi. Bu mag'lubiyat City uchun og'ir zarba. Jamoa tez orada o'zini qo'lga olishi kerak. Agar City futbolchilari Donnarumma va Husanov ko'rsatgan o'yin namunasiga ergashsa, Premier Ligada natijalarni tez orada yaxshilashlari mumkin, deb yozmoqda Adam Marret.